Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Shamshod PUBG. Xo'sh, bugun biz Buildrop saytida OpenCase qilamiz. Keyin PUBG ga tashab, shu OpenCase'ni boshlaymiz. Buildropga kirish uchun birinchi Google hamma telefonlari bor. Buildrop deb yozib olamiz va saytga kirib olamiz. Xo'sh, mana bular bizda 800 ta Buildrop tangachasidan bor. Xo'sh, ko'pchilik aytyapti, qanaqa qilib to'ldiradilar yoki nima. Hozir ko'rsataman. Mana biz kirib olamiz. Bankovskiy karta degani bu. Ana shu yerga kirib olamiz va qancha tashlashimiz summa yozib olamiz. Men hozir 800 ta tashladim. 800 tasi 122 ming. Agar böyle promo kod bersa, sizlarga 20% chegirma ham qilib beradi. Va tashlashni bosamiz. Hisobni to'ldirishga kirib olamiz. Mana bu yerda kartalarda 16 talik kodi va saqlanish muddatini yozasizlar va nomer shart emas. Mana bu yerdagi nomer shart emas. Продолжить bosamiz. Nomerlarda kod keladi. O'sha kartaga ulangan nomerga va 1 sekund, 2 sekundda tushib qoladi darrov. Xo'sh, biz OpenCase'ni boshladik. Birinchi bo'lib pastroqlardan boshlay olamiz. Davay, ketdik 5 talik. Zarardamiz. Hozir 687 ta bo'ldi. Qaytmaymiz, davay bosamiz. Bir bersa yaxshi beradi lekin. Vayda yana zarardamiz bo'ldi. Bundan chiqa olamiz. Bittalik. Bitta bosib beramiz. Vay, yana zarardamiz. Bir bersa qoladi lekin. Vayda yana zarardamiz bo'ldi. Vay bilan yedirdi lekin. Yana oxirgi bittaligimiz. Vay bilan yana yedirdi bo'ldi. Hozir bu saytda biz kirib ketishimiz ham mumkin, ya'ni yutqazishimiz ham mumkin, lekin ko'paytirib olishimiz ham mumkin. Ko'p kishi aytyapti, faqat homiylar beramiz. Men ham birinchi marta OpenCase qilishim, hozir o'shani aniqlashtirib olamiz. Agar rostdan ham homiylar bersa, biz yutqazamiz hozir. Vayda zararlarimiz bo'ldi. Mayli, siqilmaymiz, tushkunlikka tushmaymiz. Bir tushib qoladi. Foydadamiz bo'ldi, dushi bo'ldi. Vayda zararda ekanmiz. Ko'rib turganlaringiz 800 ta tangachamiz bo'ldi va 454 ta qoldi. Endi kattaroqqa o'tib yuramiz. Bittalik davay ketdik bo'l. Foyda ozgina yetmay qoldi va zarardamiz bu. Yo'q, foydadamiz bo'ldi. Foyda qildik. Ozgina. Bitta qilib tushib qolsa edi, qaniydi. Shukr etamiz. Foyda yedirdi bo'ldi. Sotib olamiz yana. Bittalik davay. Vayda yana yedirdi bo'ldi. Bular uxladik bo'ldi, ishoninglar. Birdan 5 ta tangachamiz qoldi, ko'rayotganlaringizdek. Endi hozir birdan ko'tarib ketishimiz ham mumkin. Burada tushib ketdik. Demak, bu faqat homiylarga beradi deb o'ylayman, yana bilmadim. Agar o'sha qaysi odamni promo kodi bersa, demak o'sha Buildrop homiysi bo'ladi. U faqat fake uchun OpenCase qilib beradi. Buildrop faqat o'sha homiylarga narsa beradi. Ko'rib turganlaringizdek, biz hozir zarargamiz va kirib ketdik. To'g'risini aytganga obuna bo'lib qo'yinglar kanal rivoji uchun.
Qaysi keskin olayotamiz hozir. Javohirjon kiysi bor. Ko'rib turganingizdek bu yerda senator, Ali, Yakuza, har xil bular o'sha Bulduropning homiylari. Bular Buldurop homiylik qiladi, ular ham Bulduropni reklama qiladi desizlar. Hozir davay ketdik. Ikkitalik bitta otib ko'raylik qani. Five'lar desizlar. Afsuski zarardamiz desizlar. Davay 3 talik. Ko'rib turganingizda 8 ta tangachani boshiga so'qiydim. Siz boshqa saytlarga ham o'tib ko'ramiz. Misol uchun Standoff 2 saytiga berib qolishi mumkin. Yaxshi. Hozir bizda 28 ta tangacha qoldi atiga. Shundan bittalik. Qani ketdik. Normalniy narsa chiqishi ham mumkin. Hayda yana bo'ldi. Uxladik. Endi vashim kirib ketdik bo'ldi. Davay yana qaytib PUBG'ga kirib olamiz. Tamom 15 ta tangachamiz qoldi. Hech vaqt o'tolmaymiz. Keyin bu yerda hozir Elflar fabrikasi bor. Elflar fabrikasi 1866 ta tangachamiz bor. Bu yerda hozir reytingda Asadi, Karlo va o'zbeklar, korotchi hammasi hozir bu yerda quti ochib olamiz. Men doimgidek o'rtadagini tanlayman. Hozir. Davay. Five'lar 205 normalniy. Hozir buni kabinetimizga kirib sotib olamiz. Mana sizlar 205 ta tangachaga sotdik. Yana qaytib opengiz qilamiz. Hozir bir ko'rib o'tamiz. Qancha o'sha 200 ta tangacha qancha berishini. PUBG'ni tanlaymiz. PUBG kiritilgan, bir miqdorni kiritamiz. Bizda 220 ta bor. 221 ga 180 120 berar ekan bor yo'g'i. Bu 196 ta desak ham bo'lar. 196 ta. Bir zarardamiz desizlar. Atigi 120 ishladik. Shuncha 8 ta tangacha. Agar o'sha payt biz 8 ta tangachani chiqarganimizda hozir 8 ta deb yozib ko'ramiz. 8 mana 520 olsak bo'lar ekan. O'sha 500 2000 so'mga 8 ta tashladim va 120 ta qolibdi desizlar. Ishonmaylar Buldurop saytiga. Hozir yana bitta opengiz qilib ko'ramiz. Vayda yana yedirdi bo'ldi. 134 ta bor atiga. Endi davay yana mana buni olib ko'ramiz. 95 ta qani godes. Do'stlar, mana omadimiz kelib qoldi birdan. Yana bitta 5 talik do'stlar. Va yana yedirdi. 184 ta bellik. Yana 5 talik. Hozir birdan ko'tarib olishim mumkin, birdan tushirib olishim mumkin. Fayda yana vahshiy yedirdi do'stlar. Mayli yana 5 talik ochib ko'ramiz. Yana balki omadimiz tushib qolishi mumkin, ehtimol bor. Fayda yana yedirdi ular. Mana buni 2 talik ochib ko'ramiz. Yo 2 talik bermaydi, bitta talik ochib ko'ramiz. Mana 144 ta. Normalniy.
yetmagan. O'sh keslarga kirib olamiz. Chiqib ketdi, uzr. Yana bittalik. Qana bildirib omad. Aytda, yana yedirdi deysizlar. Nima qilamiz? Chiqamiz. Mana bunga kirib olamiz va yana 5 talik deysizlar. Qani ketdik. Omadimiz kelar inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Foyda yana yedirdi. 94 ta qoldi. Atiga 94 tangachamiz qoldi deysizlar. 4 talik otib olamiz. Hozircha maydalarda oshmayamiz chunki tangachamiz ozgina kamroq. Foyda yana yedirdi deysizlar. 70 ta tangachamiz qoldi atiga. Qani bismillah. O, normalniy, yo. Normalniy emas, yedirdi. 72 ta bo'ldi tangacha. Hozir yana bitta davay. Tez ochishni bosamiz. O, normalniy 100. Normalniy pils, normalniy. Davay yana do'stlar bittalik. Vayda yana yedirdi. Pulimiz yetmaydi. 95 ta qoldi atiga. Yana bitta tez ochishni bosib olamiz. Yaxshi normal pilsdamiz. 104 ta bo'ldi. Yana. Vayda yana yedirdi. Yana bitta vayda vashin yedirdi. Endi bittalik ham daj pulimiz qolmadi. 45 ta tangachamiz bor do'stlar. Hozir bitta 2 talik, bitta 2 talik. Qo'yish davay. Vayda yomon yedirdi lekin bular. Tamam. Hayır, ko'rib keladi. Shu do'stlar biz hozir 800 ta tangacha ish baqa olmadik, 100 ham yo'q. Ishonmanglar, faqat homiylarga beradi bu bildirib sayti. Ishonmanglar, shu gapim. Davay, obuna bo'lib qo'yinglar kanal rivoji uchun.